Payg'ambarimiz halol narsalardan o'zini cheklagan tursa, biz harom, shubhilik ishlardan o'zimizni cheklamandik. Bu savollarni o'ylanib baqing. Buningda bizga nima degan cho'nqur savoq bor? Biz ayolimizni, bolalarimizni, ota-onamizni, urug' tuqqanlarimizni bu ibodatga qanchalik da'vat qildik? Biz bolalarimizni maktabga olib, hatto xususiy darslarga berib o'qitamiz. Ularning kelajagi uchun pul xarjlaymiz, ammo ma'naviy tarafdan-chu. Oilamiz bilan birga ibodat qilish ularga dunyodagi har qanday maktabdan oladigan darsdan eng qimmatli darsdir. Yetib keldi bizlarga xush muborak Ramazon ibodatda usul ko'p fazilatga boy. Aziz qarindoshlar, Ramazon oyining oxirgi 10 kuniga kirib keldik. Bu kunlarga payg'ambarimiz alohida ahamiyat bergan. Bu 10 kunda 1000 oydan afzal bo'lgan qadr kechasi yoshirilgan oltin fursatlik 10 kundir. Butkul olamlarning Rabbi bo'lgan Alloh taolo bizga bu 10 kunni qandoq bir sovg'a qilganligini o'ylab baqdingizmi? Payg'ambarimizning bu kunlarda nima qilganligiga qarab baqsaq, Oysha onamiz bizga mundoq bir muhim hadisni yetkazgan. Iza dakhalal ashru shadda mi'zarahu va ahya laylahu va ayqadha ahlahu. Ramazonning oxirgi 10 kuni kirganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilini ching bog'laydi, kechini ibodat bilan tirildiratdi, oilasidagilarni uyg'otib birga ibodat qiladi. Endi bu hadisni qanday tushunishimiz kerak? Bilini bog'lash nimani ko'rsatadi? Bilini bog'lash degan bu ibora oddiy ish emas. Bu jiddiy tayyorlik, tirishchanlikni bildiradi. Burungi zamonlarda kishilar cho'ng ish qilmoqchi bo'lganda bilini bog'laydi. Bu xuddi endi cho'ng ish boshlandi degandek. Sufyan as-Savri rahimahulloh buni ayollardan yiroq turish deb tushundirgan. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda ko'rpisini yig'ib qo'yib ayollardan yiroq turadi deyilgan. Siz o'ylab baqing, payg'ambarimiz Alloh taolo halol qilgan jinsiy munosabatdanmi bu kunlarda o'zini cheklagan. Nimishqa? Chunki bu kunlar shuncha qimmatlik, shuncha nodir fursatlar edi. Endi biz qanchalik vaqtimizni telefon, televizor, internet, boshqa arzimas narsalar israf qilyapmiz. Payg'ambarimiz halol narsalardan o'zini cheklagan tursa, biz harom, shubhilik ishlardan o'zimizni cheklamandik. Bu savollarni o'ylanib baqing. Hadisdagi kechini turildirish degan bu nihoyatda go'zal bir majoz so'z. Payg'ambarimiz kechini uxlab o'ltirish bilan emas, balki ibodat bilan tirildirishni tanlagan. Bu majoz bo'lgan ibora kechining nihoyatda qimmatli ekanligini ko'rsatadi. Chunki uyqu o'limning qarindishidir. Kechalari uzun uxlaverib umrimizni o'tkazib haqiqatan biz bu umrimizni o'ltiryapmiz. Haqiqiy hayot bo'lsa, ruhimizni, qalbimizni, vijdonimizni Allohning zikri bilan yuritishda. Shundaqla kechasi ibodat qilish ruhning ma'naviy g'izosi. Oshqoznimizni tamoq bilan to'ydirgandek, ruhimizni ibodat bilan to'ydirmasak bo'lmaydi. Bo'libmi bu 10 kun ruhiy g'izolanishning eng yaxshi fursati. Hadisdagi oilasidagilarni uyg'otish degan so'zga kelsak, payg'ambarimiz yolg'iz o'zila ibodat qilib, boshqalarni unutib qolganmi? Yo'q. U oilasidagilarni uyg'otib, bu muborak kechalarga bularni shirk qilgan. Buningda bizga nima degan cho'nqur savoq bor? Biz ayolimizni, bolalarimizni, ota-onamizni, urug' tuqqanlarimizni bu ibodatga qanchalik da'vat qildik? Men yaxshi odam, ularning ishi ularga bog'liq deb o'ylamsiz? Yo'q. Qarindishim, siz oilangizning podchisi, ularga mas'ulsiz. Ibn Hajar bu hadisni tushundirgandek, bu hadisda oxirgi 10 kunda qiyomda turishni davomlashtirishga rag'batlantirish, yaxshi xotima bilan oxirlashtirishga ishorat bor. Alloh taolo bizni yaxshilik bilan oxirlashtirsin. Amin degan. Undaqda bu kunlarda nima qilishimiz kerak? Birinchidan, kechilik ibodat qilish. Bu ruhiy kiyimimizning yelkinidir. Aziz qarindishim, kechilik ibodat bizni Allohga yetkazadigan kiyimining yelkini desak bo'ladi. Lekin hozirgi turmushimiz qanday? Bizning kechimiz televizor ko'rish, telefon o'ynash, boshqa ishlar bilan o'tib ketyapti. Zehnimizni yig'ib kechilik ibodatga oz bo'lsin vaqt ajrataylik. Tarovihdan keyin ozroq uxlab, sahar vaqtida turib 2 rakat tahajjud o'qish, Qur'on tilovat qilish, zikr aytish, duo qilish orqali bu sunnatni jonlantirish mumkin bo'ladi. Ikkinchidan, oilaviy ibodat qilish. Biz bolalarimizni maktabga olib, hatto xususiy darslarga berib o'qitamiz. Ularning kelajagi uchun pul xarjlaymiz, ammo ma'naviy tarafdan-chu. Oilamiz bilan birga ibodat qilish ularga dunyodagi har qanday maktabdan oladigan darsdan eng qimmatli darsdir. Bugungi kunda buni amalga oshirishning nurg'un yo'llari bor. Har kechasi ular bilan birga namoz o'qish, har kuni birlikda Qur'on o'qish, Qur'onning ba'zi oyatlarini muzokara qilish, birlikda duo qilish, bolalarimizga ibodat
ibodatning qimmatini tushundirish qatorliq ibodatlar. O'ylab baqing, bolalaringiz sizni ibodat qilayotgan holatda ko'rsa, ularning qalbida bu ishingiz cho'nqur ta'sir qoldiradi. Uchinchisi itkob qilish. Payg'ambarimiz bu kunlarda itkobda o'ltiradi. Itkob ruhiy chiniqishning eng kuchli shakli. Dunyoviy g'am qayg'ulardan, televizorlardan, jiddiy ishlardan ayrilib, masjidda Alloh bilan mashg'ul bo'lish. Hammamiz itkob qila olmasligimiz mumkin, lekin har kuni 1-2 soat vaqt chiqarib, o'zimizni dunyo ishlaridan butunlay ayirib, ibodatga bag'ishlasak bo'ladi. Telefonni o'chirib bir tarafga qo'yib, qalbimizdan boshqa narsalarni chiqarib etib, faqat Allohning zikri bilan mashg'ul bo'lsak, tamoman bo'ladi. 4-inchisi qadr kechasi. Siz bu bir kechani qanday o'tkazasiz? Odatdagidek uxlab, odatdagidek tomosha qilib, odatdagidek g'aflatda o'tkazsangiz, haqiqatan ziyon tortquchilardan bo'lasiz. Biz bu kechining qaysi kecha ekanligini aniq bilmagachga, oxirgi 10 kunning hamma tog' kechalarida 21-kechasi, 23-kechasi, 25-kechasi, 27-kechasi, 29-kechalarda tirishib ibodat qilishimiz kerak. Bo'libmi ko'plagan olimlar degandek 27-kechani qadr kechasi bo'lish ehtimolligi yuqori deb qaraydi. Bu kechalarda Allohning rahmati, mag'firati, barakatining hammamizga tushishi uchun ibodat qilaylik. Duo qilaylik, istig'for aytaylik. Chunki payg'ambarimiz bizga o'rgatgandek, qadr kechasida Allohumma innaka afuvun tuhibbul afva fa'fu anni. Ey Alloh, haqiqatan sen afu qilg'uchisan. Afu qilishni yaxshi ko'rasan. Meni afu qilgin deb duo qilaylik. Xulos qilgan vaqtimizda bu fursatni g'animat bilaylik. Aziz qarindishim, Ramazonning oxirgi 10 kuni ilohiy rahmat, mag'firatning eng ko'p tushadigan, duolarning ijobat bo'ladigan, qalblarning poklanadigan fursati. Bu oltin fursatni qo'ldan berib qo'ymaylik. Har birimiz ibodatlarimizni kuchaytiraylik, oilamizni yaxshilikka yetaklaylik, qalbimizni poklaylik, qadr kechasini izlaylik, yaxshi amallarni ko'plab qilaylik. Ey Alloh, bizni bu 10 kunda seni rozi qiladigan ishlarni qilishga muvaffaq qilgin. Bu eyimizni yaxshi amallar bilan oxirlashtirgin. Qalbimizni iymon nuri bilan yuritgin. Bizni, oilamizni va butun musulmonlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgin. Amin.